Amirbek bu yili 5 ta juda ham katta grantlarni yutdi. O'shanda mart oyida birinchi marta IELTSdan 7 ball qo'lga kiritgandim. U maktabda ham, u qishlog'imizda ham juda shov-shuv bo'lib ketgandi. Faqatgina pullik resurs bu valuesi baland bo'lmaydi. NY Shanghayga $50,000 grant bergandi har yiliga. O'zi 62,000 tuyishim bo'lsa, 12,000 qolgan. Ko'pchilik birinchi raundda early decisionlarda application o'qishga kirgan bolalar ko'rsaydi, juda ko'pchilik gap yerdan chiqadi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan navbatdagi podkastimizda ajoyib bir o'quvchilarimizdan biri Amirbek Abduqahhorov bilan tanishamiz. Amirbek bu yili 5 ta juda ham katta grantlarni yutdi. Bulardan hozir eng asosiysi Avstraliyaning 2-o'rinda turuvchi New South Wales universiteti va bu universitetga Amirbek nasib qilsa kuz oyidan boshlab o'qishga ketadi. Bundan tashqari yana Amirbek 20 ga yaqin qabul xatlarini olgan universitetlardan, 5 ga yaqin juda katta grantlarni yutgan. Bugungi intervyumizda Amirbek bilan aynan uni o'sha bosib o'tgan yo'li va hozirgi yoshlarga maslahatlarini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Amirbek, xush kelibsan. Assalomu alaykum, Suhrob aka. Rahmat shu podkastga chaqirganlar uchun va foydali bo'ladigan ma'lumotlar ulashishdan men juda ham xursand bo'ldim. Xudo xolasa bugun boshidan boshlab storyni qanaqa qilib bu grantlarni yutishga bo'lgan yo'llarni hammasini xudo xolasa batafsil gapirib o'taman. Zo'r. Amirbek, rahmat kelganing uchun senga ham. Xo'p, birinchi qisqacha boshlaymiz. Qayerdansan? Maktab davrlaring qanaqa bo'lgan? Shu joyni aytasiz. Men o'zim Buxoro viloyati Kogon tumanidaman. O'sha ya'ni qishloq joy deydi-ku. Men qishloqlik bo'lishimdan faxrlanaman, chunki u hamma odamning o'ziga bog'liq. Masalan, qishloqda turib ham ko'plab imkoniyatlardan foydalanganman. Xo'sh, men eslab olaman, 10-sinf edim 2023-yil. O'shanda mart oyida birinchi marta IELTSdan 7 ball qo'lga kiritgandim. U maktabda ham, u qishlog'imizda ham juda shov-shuv bo'lib ketgandi. Shundan keyin birinchi marta o'sha hozir bilamiz Ibrat farzandlarni yozgi oromgoh ochilgandi. Ya'ni Top 100 Universities degan birinchi o'sha nima deydi, patok ochilgandi. U yerda ochilgan payt IELTS borligi uchun topshirgandim. Ya'ni u yerda o'sha essaylar bor edi yo boshqa narsalar. Birinchi etapdan o'tgandim va undan keyin suhbat jarayoni bo'lgandi. Juda qo'rqandim o'sha suhbatda qanaqa bo'ladi yo boshqa. Yoz paytida o'sha Ibrat farzandlarini birinchi marta Top 100 University degan oromgoh ochilgan va u yerga men shu IELTS bo'lganligi uchun hujjat topshirganman va 8,000 nomzodlardan 8,000 kishi topshirgandi va ularning ichidan 200 kishi qabul qilgandi va ularning ichida men ham bor edim va mana shu meni turning point edi-ku, juda katta burilish bo'lgan, ya'ni shu chet elga topshirish va boshqa narsalar bo'yicha. Hozir bizni videomizni ko'rib turganlarning orasida xuddi senga o'xshagan chekka bir qishloqda o'tirgan yoshlar bor. Va ular ham xohlaydi shunaqa zo'r universitetlarga kirishdi, lekin atrofida o'rganadigan, so'raydigan odamlar, shunaqa odamlar to'planadigan bir sentrlar yo'q. Nima maslahat beramiz ularga? Birinchi o'rinda men aytardim, ingliz tilini yaxshi o'rganishni. Aytib o'tdimki, qanaqadir grantlar bo'ladimi yo chet el topshirishga baribir birinchi o'rinda IELTS, ya'ni ingliz tilida sertifikat kerak bo'ladi va shu uchun qanaqadir o'ziga muhit yaratib olsin. Birinchi o'rinda muhit, chunki muhit bu sizga motivatsiya beradi, o'qishga undaydi, chet elga topshirishga va shunaqa muhit yaratib, birinchi o'rinda ingliz tili darajasini yanada oshirish kerak bo'ladi. Shu IELTS 7.5, hozirda kamida 7 bo'lishi kerak. Shu universitetlarga grantlar uchun. Birinchi navbatda ingliz tilini oshirishi va ikkinchi beradigan maslahatim bu masalan kanallarga obuna bo'lish. Ya'ni bilamizki, SET tashkilida ham masalan biz qilayotgan podkastlar yoki juda ko'p foydali resurslar bor. Va bundan tashqari faqatgina admission uchun ham Unlockni Telegram kanali bo'lishi mumkin. YouTube'da ular ham master klasslar, chet elning top universitetlarida o'qiydigan studentlar bilan juda ko'p vebinarlar o'tkazishadi. Va bundan tashqari mana shu yoshlarga asosan imkoniyatlar uchun Alisher Sa'dullayevni Instagram, Telegram yoki YouTube kanallarini kuzatib borishsa ham juda katta motivatsiya beradi va dunyo qarashlari ham kengayadi. Chunki mana shu grantlarga topshirishda yoki mana shu chet elga topshirishda ham intervyular bosqichi bo'ladi yoki ba'zi bir essaylar bo'ladi. Bu faqatgina akademik tomonlama emas, dunyo qarash tomonlama ham sizni test qiladi. Shuning uchun mana shu kanallarga obuna bo'lishi yoki muhiti yaxshi bo'lsa, bu juda katta yordam beradi. Zo'r, rahmat Amirbek. Endi davom etamiz. Keyin nima bo'ldi? Kempdan keldim. O'sha maktab boshlandi, 1-sinf. Endi application boshlash kerak. USA ga Common App'da to'ldirishda. Bilamizki, early decision bor, early action bor.
mani applicationim, ya'ni o'sha portfoliom early actionga yetarli emas edi. Ya'ni men uni ustida yana ishlashim kerak edi. Shuning uchun men early decision 2 ga topshiraman dedim. Va ungacha o'sha extracurricular tomonlarini yoki honors tomonlarini bir boshdan to'ldirishni boshladim. Endi ma'lumot uchun aytib qo'ysam, USA ga topshirish uchun bu Common App platformasi va u yerda o'zi ma'lumotlar to'ldirish kerak bo'ladi. Eng muhimlari bu birinchisi honors, ya'ni sertifikatlar, olimpiadalar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir musobaqalarda yutgan bo'lsa, uni kirgizadi va ikkinchisi bu activities qismi. Ya'ni u yerda maktabdan tashqari mashg'ulotlari bu bo'lishi mumkin volunteering, qanaqadir project yoki klublar, mana shularni to'ldirib boradi. Va undan keyin essay qismi. Eng bir qiyin yoki qanaqadir bosh og'riqlik deydi-ku, shu qismlari va shuni to'ldirishga menga vaqt kerak bo'lgan. Va shuni to'ldirish uchun 2-3 oy sarflaganman va bir boshdan ko'rib, to'ldirib, bir boshdan o'sha universitetlarga apply qilish boshlaganman va men early decision 2 raundiga NYU Shanxayga birinchi priority chiqqanman, NYU Abu Dhabi va NYU ning main campusiga apply qilganman va bundan tashqari u yerda ko'plab 10 dan oshiq universitetlar bor edi, masalan Missouri yoki shunga o'xshagan universitetlar. Va shu bitta mentorship oldim va application topshirishni boshladim. Va u yerda ham bitta anaqa nima deydi, e'tibor berish kerak bo'lgan joyi bu faqatgina pullik resurs, bu valuesi baland bo'lmaydi, ya'ni qadrli emas. Bu masalan biz olayotgan podkast yoki internetda, YouTube'da, qanaqadir Telegram kanallarda ham juda foydali resurslar bor. Masalan, men qanaqadir katta bir $1000, $2000 kurs olib emas, men shu informatsiyalarni o'zi menga yetarli bo'lgan. Shu applicationni zo'r qilishga, topshirishga. Shu, ya'ni 2024 ni oxiri shu bilan tugagan. Application topshirish, universitetga topshirdik. Endi javobini kutish qolgan. 2023 ni oxiri demoqchiman, uzr. 2023 ni oxiri topshirdik. Endi 2024 keldi. Eslayman, juda zo'r eslayman. Fevral oyi, 12-fevral adashmasam, tungi soat 2 edi. Hozirda Torontoda o'qiydigan Diyorbek degan o'sha o'rtog'im bo'lardi. Acceptni tashladi. Ya'ni kiribman deb innovationga kirib tashladi. Endi men hali ochganim yo'q, bilmasdim soat 2 da chiqishini. Shunday kiryapman. Shu tugma bosildi ham, mana congratulations, bir boshqacha feeling bo'lar ekan. Shu Innovation Shanxayga $50,000 grant bergandi har yiliga. O'zi 62,000 tuyishim bo'lsa, 12,000 qolgandi to'lashimga. Yiliga $12,000 to'lasangiz, Innovation shunaqa, xuddi shunaqa. Bu Innovation universiteti dunyoda 30 necha edi? Adashmasam 33-o'rinda. 33-o'rinda turadi shu universitetda Shanxaydagi kampusi. Mani soham bo'yicha 7-o'rinda turadi. Biznes sohasi bo'yicha shunaqa edi. Zo'r. Juda zo'r bo'lgan, ya'ni feeling bir boshqacha bo'lgan. Chunki men, ya'ni endi ba'zida aytadi-ku, televideniya qishloq joyda turgan boshqa. Menda ham xuddi shunaqa feeling bo'lgan. Ya'ni qishloqning bir chekkasida qaysidir bola, u nima deydi, unaqa orzulari osmon bo'lgan bolaga u Innovation Shanxay ham juda katta edi. Albatta, o'zi Innovation Shanxayda ko'pchilik masalan o'zbekistonlik yoshlarga grant bergani uchun, ko'pchilik bolalar kirgani uchun qanaqadir mensimaganday qiladi, lekin mana bizda bitta podkastimiz bor, Shohrux Muhiddinov Innovation Shanxayda 2 yil o'qigan. Men gaplashganman, to'g'risi вообще havas qilganman-da. Yo'dagi o'qish sifati, ta'lim sifati underrated deydi-yu. Underrated qilingan. Lekin oddiy Quest rankingga kirilsa ham NYU bilan NYU Shanxayni yonma-yon qilib qo'ygan. Ya'ni ikkalasini ham darajasi bir xil degan. Shunaqa narsa qo'yilgan. Zo'r universitet rostdan ham. Keyin nima bo'ldi? Keyin topshirdim. U payt Elliot Umid degan bilamiz, scholarship. U payt u unaqa universitetdan qabul qilmasdi. Ya'ni main kampusdan qabul qilardi. Shu uchun endi bilamiz 12,000 katta pul bo'lganda biz uchun. To'lash yo boshqa narsa. Shu uchun o'zi martning 1-sigacha srok beradi, işte qabul qilasanmi, qabul qilmaysan. U paytgacha boshqa universitetlarda ham vaqt unaqa kutganman, ya'ni o'sha application javobini boshqa davlatlarga ham u paytda apply qilganman, shu Middle Eastdagi universitetlar, boshqa universitetlarga. O'sha qanaqa desam, universitetdan kelgan acceptance, masalan 100,000, 200,000, 300,000 dollar. Endi u paytda o'zim ham bilardim, men juda zo'r applicationim bo'lmagan, ya'ni full ride olish uchun yo boshqa narsa uchun. Shu uchun bilganman, shu NYU Shanxayga yo accept qilaman, yo kutishim kerak, ya'ni boshqa davlatga ketishim. O'sha birinchi mart kelgan, uydagilar bilan gaplashganimizda, keyin dadam aytganlar, yana bir harakat qilib ko'r, hozirchalik $12,000 biz uchun katta pul deganlar-da. Shu uchun majbur bo'lganman u unaqani acceptance reject qilishimga. Juda bir shuncha endi
endi ota-onani ham tushunishimiz kerak. Albatta. Endi harakat qilaman deganman, va'da bergan. Bo'ldi, xudo xolasa shu full ride olib, sizlarni qiynamasa o'zim ketaman deganman o'sha joyda. Shunaqa bo'lgan. 11-sinfni bitirdim. Endi bilamiz, hozir ko'p kishi o'ylaydi, gap year bu qanaqa bir dahshatli ko'rinish mumkin ko'p kishi. Shu joyda bir narsa aytardim. Gap yeardan foydalanishni bilsa, bu plyusga ishlaydi o'sha studentlarning. Chunki o'sha payt o'ylaganman, gap yeardan nima qilaman? Endi nima qilsam bu eng yaxshi variant. Birinchi hayolimga kelgan narsa bu qayerdadir foundation o'qish. Mana o'zi oddiy statistika, shu yil ko'pchilik birinchi raundda early decisionlarda application qilib o'qishga kirgan bolalar ko'rsak, juda ko'pchilik gap yeardan chiqqan bolalar. Shunaqa. O'zimizdagi masalan Jamshidbek, yana Rice-ga qiz kirdilar. Shunaqa Dilafruza. Xuddi shunga o'xshagan juda ko'p keyslar bor. Azimxon Envay Abu Dhabiga kirdi. Ko'pchilik o'zi shu yil birinchi raundda hujjat tayyorlab o'qishga kirgan bolalar gap yeardagi bolalar edi. Xuddi shunaqa. Demak, ular gap year o'sha to'g'ri ishlatganini xuddi shunaqa effekt ko'rinyapti. Shunaqa. Gap yearni ham shu joyda maslahat berdim. Bu mana shu oldindan harakat qilishni. Masalan, Envay Shanxay chiqqan paytda men o'ylagandim o'sha. Ya'ni nima qilishim kerak o'sha martdan yo fevraldan o'sha o'ylagandim nima qilishimni. Zo'r. Chunki ba'zi bolalar o'ylaydi, birinchi SAT IELTS olishim kerak. O'sha yozda applicationga ishlayman. No, bu narsa xatoda, chunki men o'zim mana shu joyda bir secretni ochsam, ya'ni Carnegie Mellon University Qatarning rektori bor. O'sha kishi bilan biz Zoom qilgandik. Zoom bizga o'sha bo'lganda webinar. O'sha kishi aytgandiki, ba'zi bolalar keladi, IELTS 7.5 yoki 8, SAT 4, lekin reject oladi. Nimaga degan savol, application extracurriculars honors qismida juda past o'rinda bo'ladi. Keyin yana shu akademik tomondan yana bir narsa aytib o'tardim. IELTS 7.5 bo'ldi degan emas. Ya'ni uni subsectionlar muhim rol o'ynaydi degan. Ya'ni writing bilan speaking. Kamida 7 bo'lish kerak degan. Shu joy ham bor degan. Writing bilan speaking kamida 7 bo'lish. O'zinglar uchun eslab qolinglar. Agar sizlar ham Avirbekka o'xshab top universitetda topshirayotgan bo'lsanglar, IELTS balllari o'zi 7.5 plus, writing bilan speaking qismi 7 plus bo'lishiga maksimal harakat qilishinglar kerak. Shunaqani o'zi maslahat bergan. SAT ga keladigan bo'lsak degan, SAT English qismidagi muhimroq degandi. Masalan, Maths 750 plus that's good, lekin bu yoqdan nima deydi? Masalan, English 650, 660 shunaqa bo'lishi sal red flag bo'lib qolishi mumkin. Sizlarga rekomend qilardim 700 plus qilishni degan. Ingliz tili. SAT English qismi kamida 700 plus bo'lsa, zo'r. Bu tomondan Maths 750 plus at least. Lekin overall 1500 plus bo'lishi kerak. Overall 1500. Raqamlamayapti. Yo'q, mayli, lekin overall 750 ga 800 qilsa yo boshqa narsa qilsa, English o'ziga bog'liq-da. Masalan, 750 qilib, bu yoqdan ham 750 qilish mumkin. Yo shunaqa narsa. Shu akademik tomonlama shunga e'tibor berish kerak bo'ladi, topshirishdan oldin. Va o'sha masalan, hozir ko'p kishi gap year olaman deyapti. Men o'sha SAT Toshkentda dars berayotgan payt bolalar bor 11-sinf. Ya'ni Amirbek shu yerda aytib ketaylik. Mana masalan, men o'zim har bilasam o'quvchilar bilan, SAT Toshkentda o'qib yurgan o'quvchilar bilan gaplashaman. Shu gaplashayotgan paytimda bolalar kursga kelgan, kurs o'qiyapti, pre-SAT o'qiyotgan bo'lishi mumkin, SAT o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Men so'rayman. Qarang, biz mana shu yoqqa ekspertlarni keltirib qo'yganmiz, admission support teacherlarni. Boryapsanmi desam, agar SAT'ni olay keyin o'qiyman deydi. Ular xayolida SAT'ni hamma narsani olib bo'lib, keyin admission boshlaydi. Men shunga bir narsa deb ketdim. Shu men o'z bolalar bilan gaplashib qolaman-da, sinflarga kiraman yo darsga kiraman. Bolalar aytadi, "Ha, nima qilyapsiz?" desam, "Academically, SAT IELTS olish kerak, yozda boshlayman application." No, chunki u yoqda juda ko'p narsa bor. SAT mana shu bitta misol, Rice Statistics Dilafruza. SAT yo'q, AP yo'q, qanaqadir intervyu qilmadi. IELTS 7.5 o'zi bilan kirdi. Demoqchimanki, u nimaga kirdi desa, application juda kuchli bo'lgan. Applicationni kuchli qilish uchun nima qilish kerak? Vaqt talab qiladi u narsa. Yozda bo'lsa, mana bordi deylik, yozga keldi, application ishlayman dedi, extracurriculars honors. Necha oy? 5-6 oy vaqt qoladi. U 5-6 oyda nima ish qiladi? U bitta activity boshlayman desa, 5-6 oylik bo'lib qoladi. Shu narsa ham e'tiborga olish kerak. Barcha aktivitelar 11-sinfda bo'lsa ham bu suspicious bo'ladi. Ya'ni admission officerlar uchun. Bu faqat demak application uchun qilibdi deydi. Yani faqat 11-sinfda qildimi? Demak bu universitet topshiraman deb faqat 11-sinfda harakat qilibdi. Degan 9-11 ga gradually oshib kelsa, shu yaxshiroq. Masalan, menda ham 9-11 dan bo'lgan. 9-11 11-sinfdan bo'lgan.
bu narsa ko'rsada, ha, bu ustida demak consistency bo'lgan, result bo'lgan, faqat application uchun qilmagan degan ularda fikr bo'ladi. Bu katta plus bo'ladi. Shu uchun men aytardim, hozirdan sizlar SAT o'qiyapsanmi yoki o'sha IELTS o'qiyapsanmi, hozirdan activity'larni, honorslarni ham harakatini boshlab berish kerak. Chunki bu durationga ham katta ta'sir qiladi, result ham shunga yarasha katta bo'ladi. Zo'r. Men shu videoni ko'rayotganlardan iltimos qilgan bo'lardim. O'zingizlar yoki bo'lmasam ukanglar bo'lishi mumkin yoki farzandinglar shunaqa top universitetlarga kirmoqchi bo'lsa, minimum 8-sinfdan уже harakatni boshlaydi. Hech qanaqa aytaylik, bu harakat boshlashinglar uchun pul ham kerak emas. Shunchaki mana masalan SAT Toshkentga olib bitta telefon qilsanglar ham, bizdan o'sha ekspertlarimiz sizlarga tekinga qanaqa qilib, nima qilish kerak hozirligini ko'rsatib beradi. Endi agarda sizlar hozir SAT Toshkentda o'qib turgan bo'lsanglar, sizlarga уже yaqinda men tizimga kiritaman, majburiy qilib qo'yamiz. Kelganinglardan уже admission support teacherlar bilan ishlab, harakatlar planini, kartani tuzib olinglar. Mana aytmayapman, har kuni boringlar, har hafta boringlar, yo'q. Keldinglar, 3 ta sessionga qatnashsanglar, уже sizlarda kartina paydo bo'ladi. Ya'ni hozir qayerda turibman, nimalar qilishim kerak. Shu narsaga qattiqroq qaraymiz. Shunaqa. Shunaqa bo'lganda, ya'ni yozgacha men o'zimning kesimda уже unaqani boshlagandim. Masalan, startup qilgandim o'sha paytda. O'sha bildim, gap yer olishim kerak ekan. Edunavi degan startup qilgandim, educational startup. Endi bildimki, ustida ishlash kerak application, yanada yaxshiroq ishlash kerak. Boshlaganman o'sha gap yerdan, gap yer olaman deb, u yerda o'sha aytib o'tganda foundation degreeni o'qishim kerakligini bilganman. Chunki hozir shu ma'lumot o'rnida aytib o'tardim, asosan Yevropa, Italiya, Germaniya va mana shu universitetlarga grant yutish uchun 12 yillik ta'lim so'raydi. Bu narsani ham o'sha YouTubedan yoki qanaqadir social mediadan bilib olganman shu narsani. Demak, men foundation o'qishim kerak deganman. Shu uchun Westminsterga foundation degresiga o'qishni davom ettirganman va bu unaqada prosesda application ustida ham ishlayverganman. Bu qanaqadir og'irlik bo'lmaydi. Shu narsani aytib ko'p kishi o'ylaydi, foundation o'qisam bu universitet darajasi. Bu Westminster bo'lgani uchun og'irlik bo'lmaydi. Newsbeksga kirsa shunaqa og'irlik bo'ladi. Mana bunaqa farqi bor-da, men ko'p kishi, men bakalavr foundation, masalan, British Managementda Westminsterda aniq foundation birinchi. Lekin Newsbeksda adashmasam birinchi yil bakalavr. U Westna unaqa bakalavr qiyin, juda qiyin. U foundation da maktabning 12-sinfda. Sal yengillik. U hech qanaqa og'irlik qilmaydi. Agar kimdir gap yer olib, applicationga ulgurmayman desa, bu qanaqadir xato fikr. Chunki Westni ham bajarib, applicationni bajarsa ham bo'ladi. Bu nimaga plus bo'ladi desalar, Yevropadan bemalol bakalavrga o'qish bepul. Full ride olib, bemalol harakat qilsa bo'ladi. Zo'r. Sapienzani aytib bering, qanaqa bo'lgan? Sapienza, endi Westda o'qiyapmiz. Bilamiz, shtoba 12 yillik ta'limda Yevropadan grant olsa bo'ladi. U yoqda ham bir qiziq voqea bo'lgandi. 2024-yil birinchi SAT topshirganda 1360 chiqqandi. Matematika 760, English 600. Endi DTM o'qib yurganimda paytlar matematikasiga. Topshirgandim, keyin bildimki, shtoba Yevropaga ham agar SAT bo'lsa bu plus. Chunki real case bo'lganmanda. Mana men o'rtog'im. West o'qiymiz. IELTS 7. Unda SAT yo'q, menda SAT yo'q. Bo'ldi, boshqa farq yo'q. Topshirdik. Sapienza universiteti dunyoda 128-o'rinda turadi. Men soham bo'yicha ham adashmasam top 200 talikda. Topshirdik. Menga accept keldi, o'rtog'imga rejection keldi. Chunki men keyin shu paytda bildimki, demak SAT ham bu yoqda juda katta rol o'ynaydi. Yevropadan shunaqa как бы fikrni oldim men. Ya'ni sizni sohangiz bo'yicha sectioni yuqoriroq bo'lsa bu plus. Masalan, menda ingliz qismi 600 ku, bu pass. Lekin men 760 bo'lgan. Meni soham finans bo'lgan. Finans nima? U matematika. Matematika yuqori bo'ldi degani it's enough degan fikrni olganman Yevropa uchun faqat. Topshirdim o'sha fevralda topshirgan bo'lsam, bir mart, aprelda javobi chiqdi. Useful scholarship, like it's full ride. Chunki men o'zim o'rtog'im o'qiydi, o'zimdan kattaroq yoshdagi o'rtog'im уже olib ketgandi. O'sha yili men Westga kirgan yilim. Full ride bo'ldi, like I'm really happy bo'lgan o'sha payt, chunki bildimki, birinchi telefon qilganim bu dadamlar telefon qilganman. Telefon qildim, o'sha dunyoda 128-o'rinda turadi, Italiyaning nomer 1 universitetiga full ride oldim deganman. Like it's another feeling bo'lganda. Shuncha anaqa nima deydi, rejection yoki qanaqadir drawbacklardan keyin natijasi chiqib keladi. Xudoga shukr deganman, shunaqa natija bo'lgan. U yoqda ham bitta narsa menga juda yoqqan, Westda o'qishimda networking tanish bilish bilan networking menimcha farqi bor-da. Tanish bilish ko'p kishi yomonga
Yomon deb beradi. Yo'q. Masalan, networking bo'lsa bu juda foyda beradi. Masalan, menda ham activity qilishlarda ana unaqa katta forumlar bo'lgan yoki yoshlar ishlash agentligida mana o'rtoqlarim, tanishlarim bo'lgani uchun, o'sha Westminsterda tanish bo'lganim uchun juda ko'p yo'llar ochilgan. Ba'zi bolalar bor, keladi, bo'ldi, essay tashkil o'qiyman, tanishlar orttirishim kerak emas. Masalan, essay tashkilni o'zida ham. Men hayron qolganman, shunaqa bolalar bor, game yaratyapti. Isakov bor, masalan, game yaratyapti. O'shanga qo'shilib bo'lsa bo'ladi. Tayyor extracurricular o'zi. Essay tashkil o'zida. Qanaqadir klublar bor, community zo'r shakllanganda. Masalan, ba'zi bolalarni ko'raman, klub ochgan, u maktabda emas, essay tashkil o'zida har yakshanba quizlar qiladi, prizelar qiladi, qanaqadir competitionlar qiladi. Bo'ldi, mana shu o'zi ham application o'zi ustida ishlayapti degan. Shu essay tashkilni o'zidan boshlasa ham bo'ladi. U katta qanaqadir vazirlikka yoki qanaqadir banklarda ishlash shart emas. Essay tashkildan boshlasa ham it's good. Topshirdim, full ride bo'ldi. U yoqda ham bitta case bo'ldi. Ya'ni bilamiz dunyoda okey, 128 ekan. Meni sohamda-chi deganman. Biznes sohasi. Chunki ko'p bolalar bor, dunyoda 100 talikda bo'ldim zo'r. Shu yoqda bitta real case aytaman. University of Bocconi bor, Italiyada. Dunyoda biznes bo'yicha top 10talikda turadi. 10-o'rinda turadi. Dunyoda 10-o'rin. Eng qiziq fakt, overallda 300 talikda ham yo'q. Overallda ham 300 talikda yo'q, lekin biznes o'qimoqchi bo'lganlar uchun dunyoda top 10talikda turadi. Masalan, men uni pastda nima bo'lishi mumkin? Georgetown yoki qaysi universitetlar bo'lishi mumkin, top 50 talikda. Men masalan Georgetownga emas, Bocconi ketardim. Shunisiga ham e'tibor beriladi demoqchiman. Aynan to'liq total ranking emasda, soha bo'yicha. Sohani bo'yicha. Shunaqa. Masalan, QS nima biladi? QS rankings. QS biznes yozsalar birinchi kelib chiqadi. QS computer science, QS politics yozsa, birdaniga o'zi kelib chiqadi. Shunga ham e'tibor berishlarini so'rardim. Shu sababli desam ham bo'ladi, men Sapienzaga ketmagandim. Shunaqa, ya'ni ranking sababli Sapienza universitetiga bormaslikka qaror qildim. Undan ko'ra sal o'ylab yoki harakat qilib zo'r dadam gaplari bor-da menga. Zo'r bo'lmoqchiman, zo'riga bor deganlar. Shu uchun sal kutib harakat qilaman deganman va bundan tashqari menda stipendium Hungarikum yoki Turkiya burslari scholarship ham bo'lgan. Lekin uni ham afsuski reject qilganman, lekin aniq hamma narsani decision qilishdan oldin o'ylab aniq reason bilan reject qilaman-da. Sapienzani ham Turkiya burslari stipendium Hungarikum. Stipendium Hungarikumda mana bunaqa bo'lgan, masalan, QS rankinglar bor, bilamiz. Eng zo'r universitet ham 538-o'rinda edi. Eng zo'r deganingizda. O'zi scholarship Hungarikum haqida qisqacha ma'lumot beraylik. Bu Vengriyaga o'qishga o'sha davlat grant beradi to'liq. Vengriyadagi xohlagan universitetga ham yo davlat o'zi tanlab beradi. Yo'q, o'zingiz tanlaysiz. Kirishdan oldin tanlab, o'sha qabul qilinsa beradi. Masalan, bu bizning el-yurtimiga o'xshaydi. Bu el-yurtimini bu shunchaki davlatning o'ziga, Hungary davlatini, Vengriya davlatini o'zining universitetlari uchun, milliy universitetlar uchun full scholarship unaqasi. Lekin universitetlarning eng yuqoridagisi ham 500. 558 edi shu QSda ko'rganda. Turkiya burslariga keladigan bo'lsa, uydagilar aytishganki, ko'r, undan ko'ra West yaxshi emasmi senga deganlar. Ya'ni Westminster, chunki Turkiya deyarli meni fikrimcha biza bilan develop bo'ladigan davlat yoki imkoniyatlari ham Toshkentda topsa bo'ladigan imkoniyatlar deb o'ylaganman-da. Undan ko'ra, masalan, Amerika bo'lishi mumkin, UK yoki Avstraliyaga ketgan yaxshiroq deb o'ylaganman. Shu uchun u ikkalasini ham reject qilganman desam bo'ladi. Shuncha qo'yganman application processni, yana oldinga deb davom etganman. Zo'r. Overall shunaqa. Zo'r. Amirbek, shu yerda hozir Italiyani ko'pchilik yoshlar orasida hozir trendda Italiya ham. Rostdan ham ichida o'sha boya aytganingdek, Bocconi masalan biznesda 10-o'rinda va ekonomikada ham shunaqa bo'lishi. Shunaqa topchilik shunaqa turadi. Italiyaga topshirmoqchi bo'lgan yoshlarga qisqacha tavsiyalarim. Xo'sh, hozirda ham o'zi masalan essay tashkilda ham bolalar bor, Yevropaga ketaman deydi. Boshdan boshlasak, 11-sinf. Ketsa bo'ladi, ya'ni foundationni o'sha Italiyada o'qisa bo'ladi, lekin bitta no tomoni bor, pul to'lab o'qish kerak bo'ladi. Chunki scholarship berilmaydi asosan foundation o'qish uchun. Shu uchun yaxshi variant bo'lardi, o'sha gap year hisobida foundation O'zbekistonda o'qisa, bu yoqda 1 yil foundation o'qisa, Yevropada 3 yil bakalavr o'qiydi. Bo'ldi. Xo'sh, requirement shu, 12 yillik ta'lim kerak. O'sha IELTS, SAT bo'lsa juda katta plus bo'ladi, motivational essay, o'zining essay bor, CV recommendation letter, ya'ni tavsiyanoma, o'sha maktab o'qituvchisidan bo'ladimi yoki essay tashkildagi o'qituvchidan ham olsa bo'ladi. Asosan basic requirement shunaqa bo'ladi. U boshqa scholarshiplar uchun ham
shu atrofda aylanadi. Ya'ni o'sha recommendation letters, essaylar, IELTS, SAT asosan shunaqa narsalar kerak bo'ladi va bolalarga aytaman, juda ko'p aytaman, agar sani applicationing US universitetlariga yetadigan bo'lsa, top universitetlarga, sen bemalol boshqa universitetga topshirsang bo'ladi. Chunki men ham aytdim, o'sha NY Shanxayga yetadigan application bor edimi? Sapienza yoki Turkiya burslari, Hungaricum bemalol accept qilinadigan darajada bo'lganda. Demak, hozir 9-10 sinf bola bo'lsa, maqsadni o'sha Ivy League, Harvard, Stanfordga topshiraman degan ideyada kuchli qilib bosaverish kerak. Lekin, masalan, bularga topshirib bo'ldik, vaqtimiz bor. Qolgan Yevropalarga topshirmoqchi bo'lsak ham qiynalmaymiz, oson ketadi. Shunaqa. Boshqa davlatlar easyroq Amerika universitetlariga qaraganda, shunga bemalol UK bo'ladimi, anaqa Avstraliya bo'ladimi? Ma'lumot uchun aytaman, University of Sydney dunyoda 25-o'rinda turadi. Basic requirementlari, ya'ni acceptance olish uchun, masalan, 54 umidi uchun IELTS 7, SAT 1380, GPA 4.5 dan yuqori bo'lishi kerak. O'rtacha requirement. Bo'ldi, shular bo'lsa acceptance olish imkoniyati borda. Kontraktga pul yetsa bo'ldi. Kontraktda endi u mana bunaqa 20% o'zi shunaqa beradi, ya'ni 20% grant beradi. Masalan, 54 umidini harakat qilib ko'rsa beradi. Bu haqida yana gapiramiz. Endi 100% grant olganini hali eshitmadim, lekin o'zi o'sha ofitserlar aytganda eng yuqori SAT leveldan olamiz degan. Masalan, shu yil SAT top 30 talikda eng kami 1570 bo'lsa, bo'ldi, 1570, 1550, shundan tepasidan olamiz degan. SAT ga bog'liq bo'ladi bu narsa. Zo'r. Asosan shu. Xo'p, Amirbek, demak, bahorda hamma olingan qabul xatlari 1 yillik mehnatni yo'q qo'ydik. Endi yaxshisi uchun qildim desam bo'ladi. Yaxshirog'i uchun endi masalan vaqt ketsa, lekin nima deydi, kelajakda zo'r bo'lib chiqishi uchun yana yaxshiroq harakat qilish kerak. Lekin o'zi shu masalan ko'pchilik vaqt ketdi deb o'ylaydi. Lekin buni vaqt ketdi emas, bu investitsiyada. Sen masalan 2 yil bekor yurmading-ku, to'g'rimi? Men juda ko'p ishlar bo'ldi menda. Masalan, shu kemplar bo'lishi mumkin, proyektlar, juda ko'p tanishlar orttirdim. Masalan, startup garajlar bor, startup garaj degan loyihalarga qatnashdim. O'zim startup qildim, hackathonlarga qatnashdim, juda ko'p tanishlar orttirdim. Masalan, birorta bir loyihaga yoki qayerga qatnashmoqchi bo'lsam, bitta telefon yoki bitta Telegramda yozaman. Mana masalan, admissionni dars beraman-ku, SC Toshkentda. Bolalar aytadi, NYABda bitirmoqchiman. Shuna NYABda yozaman, 10 ta bola kelib chiqadi. Carnegie Mellon 10 ta, Garvard 3 ta. Bolalar CVS networking juda oshdi. Bekorga ketmadi. Masalan, kimdir topshirmoqchimi Garvardga yoki Yale universitetiga yoki Italiyaga yoki Bocconiga masalan. O'sha aloqaga chiqaman, shunaqa yordam kerak. Shu bolani shunaqa yordam berib yuboring. Bo'ldi. Bitta kontakt ulashaman, bo'ldi. Juda ko'p networking jihatdan ham yoki dunyoqarash jihatdan ham kengaydi desam bo'ladi. Zo'r, malades. Bahordan keyin nimalar qildik? Xo'sh, endi bahor bo'ldi, universitet tugadi. Menda ikkita yo'l bor edi. Dadam aytgan ikkita yo'llari bor edi. Ya'ni maslahatlashamanda, nima ish qilsam ham dadamlar bilan maslahatlashib, keyin ikkita yo'l bor dedilar. Birinchisi shu Westminsterning oxirigacha qolib, shu yerdan noldan ko'tarildi dedilar, yoki 54 umidiga topshirib, o'sha bilan ketdi. Ya'ni u ham bilamiz, davlatni granti kelgandan keyin yuqoriroq lavozimda yaxshiroq ishlaydi asosan. Shunaqa dedilar. Men aytdim, harakat qilib ko'raman, riski bo'lsa ham Westminsterdan chiqib 54 umidiga topshiraman dedim. Chunki Westminsterda qolib topshirsam bo'lardi. Birinchidan xarajat bo'lgan, 19 million berib, birinchi semestr o'qish kerak bo'lgan, motivatsiya sal tushadi-da. O'qiyapman-ku, qolsam ham nima bo'libdi. Lekin chiqib qat'iy niyat qilsa yo maqsad qilsa, u boshqa narsa bo'lardi. Westminsterdan Foundation sertifikatini oldim, Westminsterdan chiqdim. Birinchi kursni tugatib, sertifikatni oldim, chiqdim. Keyin 54 umiddan ikkinchi tanlov o'sha payt bo'lgandi, noyabr oylarida edi adashmasam. SAT bor, IELTS bor, hamma narsa bor. Topshirish qoldi, acceptance lettergacha bor edi. Shu joyda ham aytardim, hozir bolalar masalan mayda 54 umid topshirsa bo'ladi. UK universitetlaridan acceptance letter olish nisbatan osonroq, chunki IELTSni o'zi bilan bolalar oladi. Nimaga desangiz, mana UK bilan USA ning asosiy farqi, USA 100% grant beradi. Shuning uchun SAT so'raydi, IELTS so'raydi, essaylar. Butun dunyodan bolalar topshiradi. Xuddi shunaqa. Chunki full rate, full tuition beradi. Shuning uchun kirish juda qiyin. UK universitetlariga pul berish kerak. Lekin education zo'r. Ishoning, education American level yo undan ham ba'zi universitetlar yuqorida, lekin grant bermaydi. Men hali ko'rmadim. O'sha IELTS bo'lsa, kirsa bo'ladi. Variant A-yurt yoki o'zini moliyaviy ahvolidan kelib chiqib o'qishga borsa bo'ladi. Va u paytda menda Foundation sertifikati bo'lgani uchun
Sidneyga topshirganman. U yerda ham o'sha top universitetlar bor-ku baribir. Top zo'r universitetlar bo'lgan. U yoqda o'qish 3 yil bo'lgan. Ya'ni Elliotni qisqacha ma'lumot aytadigan bo'lsam, 3 ta bosqich bo'ladi. Birinchi bosqichda o'sha top 3 talikdan acceptance bo'lish kerak. IELTS 6 bo'lish kerak kamida va essay bor, motivational letter bo'lish kerak. Birinchi bosqichga yetadigan anaqa dokumentlar shular asosan. Birinchi bosqich shu. Birinchi bosqichda hamma dokumentlar tayyor bo'lsa, ikkinchi bosqich. Ikkinchi bosqichda mana shu yoqda SAT kerak bo'ladi, juda kerak bo'ladi, ishoninglar. Yo SAT 1300 bo'lish kerak, yo undan yuqori, yoki IQ test etish kerak. Men bolalarga aytaman, bolalar deyman, SAT olganlar osonroq. IQ test qiyin. Ha, chunki mana masalan shu tanlovda 6000 kishi topshirdi. Endi hujjati muammo bo'lgani uchun ikkinchi etapga 450 kishi o'tdi. Hujjat ko'p muammo bo'ldi. Hujjatga ham e'tibor berish kerak-da. Acceptance letterni muddati o'tmaganmi, ariza to'g'ri yozilganmi, to'g'ri imzo qo'yilganmi? Shulardan 450 kishi o'tdi. 450 kishining ichida SAT'si bor, boshqalar bor. IQ'ni o'zidan 150 kishi yiqildi. 450 kishi topshirdi, IQ gacha keldi. SAT bordan tashqari 150 kishi yiqildi. 300 kishi 3-bosqichga o'tdi. 300 kishi o'tdi. Shuning uchun vaqt bor hozir bolalarda masalan mayda topshirsa ham ulgurishi mumkin. Asosan martda mayda ochiladi, yaqinda tanlov kutilyapti. Endi hali aniq ma'lumot yo'q. SAT'dan 1300 olsa bemalol mana. Hozirdan o'sha suhbatga tayyorlansa bo'ladi. 3-bosqichda masalan suhbat bo'ladi. Eng qiyinroq bosqichi va eng muhim bosqich ham o'sha. Suhbatdan o'tgandan bo'ldi. Agarda SAT Toshkentda o'qiyotgan bo'lsanglar yoki o'qib tugatib ketgan bo'lsanglar va Elliot Umidning navbatdagi qabuliga topshirmoqchi bo'lsanglar, platformadan qanaqa Amirbekni qabuliga yozilishni bilasizlar, hoziroq zapiska yozilib qo'yinglar. Xudo xohlasa, yaqinda siz bilan gaplashgandik, ya'ni SAT Toshkent studentlari uchun ham alohida bitta guruh ochib tayyorlanish boshladi. Chunki o'quvchilar bor, keladi, gap year olmoqchiman, yo boshqa narsa qilmoqchiman. Yo'l ko'rsaman, Elliot Umid bor xohlasang, yoki boshqa ana Middle Eastdagi top universitetlar bor. Elliot Umidga topshirib ko'raman deydi. Juda ko'p, 20-30 ta studentlar keldi. Bo'ldi, biz o'sha yaqin qolganda o'sha selection qilib, o'zim bitta guruh ochib tayyorlanish boshlaymiz dedi. Xudo xolasa qo'shilsa bo'ladi bolalar ham. Shunaqa Elliot Umidga yozilmoqchi bo'lsanglar, topshirmoqchi bo'lsanglar, qabuliga Amirbekka murojaat qilinglar. Amirbek o'sha Telegram guruhga sizlarni ham qo'shib qo'yadi. Nasib bo'lsa, tizimli o'sha Elliot Umidga grant ketadi va albatta har doimgidek bunaqa narsalar bizning o'quvchilarimiz uchun tekin, pulli ekan deb qo'rqib yurmaysiz. Shunaqa. Ko'p joyda o'zi 2000-3000 deb qolish mumkin. Yo'q, bu tekin narsa. Shunaqa bo'lganda, proses haqida gapirib bersam, masalan, Elliot Umid proses ham juda qiziq ketgan. Qizig'im bo'lgan. O'sha birinchi, ikkinchi etapdan okey, o'tdim. Masalan, o'sha SAT, IELTS borligi uchun eng muhimi suhbat bosqichi bo'lgan menda. Suhbat mana kirdiz, mana shuni o'tiramiz, mana kirdiz, mana shuni o'tiradi odam. Bir 12 kishilardek odam bo'ladi u yoqda. 12 kishi. O'rtacha 10-12 kishi bo'ladi. Har xil sohadan. Psixolog ham bor, o'sha moliyachi bo'lsa, moliyachi ham bor, yoki viloyatdan ham chiqib qoldi mendan, viloyatimdan, Buxorodan ham chiqib qoldi u yoqda. Har xil katta lavozimdagi odamlar o'tiradi. Suhbatga kiriladi. U yoqda qanaqadir aniq shablon yo'qda. Shu tomondan qiyinroq bo'lishi mumkin studentga. Ba'zi bir common savollar bor. Ya'ni nimaga aynan bu universitet, nega aynan bu davlat, O'zbekistonga qaytib nima ish qilmoqchisan? Nega aynan bu yo'nalish? Xuddi shunaqa asosan shunaqa common savollar bor, lekin undan tashqari savollar bor-da. Shu joyda 3 ta maslahat beraman, top maslahat topshiradiganlarga Elliotga. Birinchidan maqsadni aniq qilib olish kerak. Ya'ni o'qimoqchi moliya sohasida O'zbekistonga qaytib nima ish qilmoqchi? Chunki Elliot Umidni bilamiz, bu davlat granti. Ya'ni O'zbekistonga qaytib kelganda ishlab berish majburiyati bor. Uni ham batafsil tushuntiraman. Shu uchun birinchi navbatda maqsadni aniq qilib olish kerak. Shu topshiradiganlar. Moliya sohasida nima ish qilmoqchi kelib? Men masalan nima deganman? Men kapital bozorini rivojlantiraman deganman. Shunga o'xshagan maqsadi. Ikkinchi o'rinda dunyo qarashi ham keng bo'lishi kerak. Faqat akademiklik emas. Men o'zim real ko'rdim. Bir kunda men bilan endi ismini yo unaqasini aytib o'tiraman. 1570 SAT'si bor. IELTS adashmadan 7,5 milliondan yuqori. Men shu kandidat 50 ball bilan o'ta olmadi suhbat bosqichida. Ya'ni akademiklik zo'r bo'lishini o'zi ham yetarli emas. U yerga kirgandan keyin qo'pol qilib aytganda o'zini sota olish kerak. Sota olish kerak. Sota olish qanaqa bo'ladi? Dunyo qarashi keng bo'lgan odam savollarga to'g'ri javob berish orqali o'zini to'g'ri yetkazib beradi. Bunga examplelarni aytib o'taman. Shu birinchisi maqsad, ikkinchi o'rinda dunyo qarashi, uchinchi o'rinda public speaking yo communication skills. Ya'ni ba'zi bolalar bilasiz, o'zi ma'no yo'q gapida. Lekin shunaqa yetkazadi, shunaqa gapiradi, men vatanparvar, men zo'rman, ya'ni bir yetkazish jihatdan ham agar communication skill zo'r bo'lsa,
mana shu tepadagi ikkitasini juda zo'r yetkazib beradi va o'zini yaxshi sota oladi desam bo'ladi. U yoqda menda kirganimda shunaqa savollar bo'lgan, ya'ni hayotdagi oliy maqsading nima degan. Ha. Mana masalan shu dunyoqarashga doir. Bu уже yosh bolani qiynab qo'yadigan savol. Ha, shunaqa. U yoqda shunaqa savolda, masalan, ijtimoiy mas'uliyatmi deb qolish mumkin yoki nimaga o'zi topshiryapsan deydi. Nimaga o'zing ketsang bo'lmaydimi deydi. O'zing grant yutib, shunaqa rezultatlaring bor ekan, SATing baland, IELTSing baland, boshqa narsa o'zing topshirsang bo'lmaydimi deydi. Ne davlat puli ishlatyapsan? Ha, nima kerak? O'zingda normal status bor ekan, bemalol topshirsang bo'lmaydimi deydi. Shunaqa yoki masalan, o'sha adabiyot yoki tarixdan jadidlar haqida nimani bilasan? Bu tomonga o'shanga keyin san o'zing jadid deb to'g'risan. Shunaqa savollar. Bu natashda masalan men Buxorolik bo'lganim uchun Buxoroni joylar haqida savol berilgan. Yana shunga o'xshagan savollar, kitoblar haqida bilish mumkin, stressga soladigan savollar, masalan, yeta olmasang nima qilasan? Shunga o'xshagan savollar. Bu savollarni o'zi listdan olib chiqaman, ya'ni common tushadigan savollar, o'ynatib qo'yadigan savollar. Men uni o'sha essay tashkilida studentlarga berib boshqa narsa. Agar YouTube'dagi o'sha kuzatuvchilarga ham kerak bo'lsa, kommentariyada 50 so'zni yozib qoldirsa, ham bemalol tashlab berish mumkin. Zo'r, rahmat. Demak, agar oilada Eljumidiga topshirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, kommentariyada Eljumidik deb yozib qoldiringlar. Amirbek o'sha savollar jamlangan, qo'pol aytganda shablonlarni sizlarga tashlab beradi va o'sha suhbatdan o'tishinglarga ancha oson bo'ladi. Amirbek, men hozir to'g'risi hamma aytgan hikoyangni eshitib turibman-da, xayolimdan bir narsa o'tyapti. Ota-ona roli bu yoqda shunaqa katta bo'lyaptiki, sen ikkita GPR olyapsan. Ikkita GPR olyapsan, lekin seni yig'ishtir, bo'ldi, mana shu yerda o'qiysan, bir bosim bo'lmayapti, senga doimiy problem, mana shunaqa maqsad. Nima bo'pti? Ularning bor deyapsan, уже подожди. Shu ota-onaning roli osida shu haqida to'xtalib o'taylik. Bu yoqda men o'ylayman, katta rol o'ynaydi. Chunki ba'zi bolalar bor, o'zi xohlaydi, lekin ota-onasi xohlamasligi mumkin. Ya'ni ba'zi bolalar keladi, men ketmoqchiman, lekin ota-onam qo'ymayaptilar, boshqa narsa deyish mumkin. Bu yoqda o'zi ish ham uchun yurishmaydi, lekin qarasam, ota-ona va qo'ymasa bo'lmaydi-da bu. Supporter baribir ota-ona, ustoz bo'lgani bilan ham boshqa pul sotadiganlar, davay, zo'r bo'ladi, ishlashamaydi. Amanda har doim aytganlar, maqsading nima? Shunaqa degan. Biz Boston, nima kerak? Pulmi? Qanaqa support kerak? Toshkent boshi kerakmi? Boston. Shu katta support bilan ikkita GPRO nima ular uchun qanaqadir waste of time bo'lmagan. Shunchaki vaqt befoyda sarflashma. San qanaqa digitallarga erishganman, networking jihatda yoki mana shu loyihalarga qatnashish jihatda o'zimni inson sifatida yanada personally growth uchun juda katta rol o'ynagan. Shu uchun ota-onalar to'g'ri tushunib, bu yoqda ilm olyapti, o'zi inson sifatida rivojlanyapti deydi. Chunki shu dadam har doim aytadilar, ko'proq tanish ortda deydi. Chunki masalan, men ham o'sha dadam tanishlar orqali juda ko'p ishlarim yengillashganda, masalan, anaqa qanday loyihalar bo'lishi mumkin yoki qayergadir safarlarga chiqadi. Shuning uchun men har doim harakat qilaman, faqat akademik cheklanish emas, social ham. Shu uchun ota-onam o'sha yurt topshirishimgacha 2 yildan keyin bo'lyapti bu narsa. Aytsarim, shuncha vaqt yetib olsa yana ketib 3 yil o'qiysanmi yo'qda, nima ko'rish yo'qda Westminster berib qo'yarding degan gap ham bo'lgan menda. Shunday shuni o'ylab ko'rmagansan deganim. Aytganman, Xudo xolasa shu 2 yilda ham o'sha sarflagan vaqtim kelajagim uchun bu katta poydevor bo'ladi degaman. Masalan, ba'zi bolalar bor, maktabni bitirib olibdi, kiradi. Socially sal pastroqda bo'lishi mumkin. Lekin vaqt o'zga vaqt olib, ya'ni o'sha akademik tomonlama, social tomonlama rivojlansa, bu qanaqasan bir mukammal bo'lishga juda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun hozirgi ota-onalarga misol tavsiya, o'zim mayda student sifatida, agar bolada qat'iy maqsad, shunga yabsa harakatan bo'lsa, menimcha qo'yib bersa, ya'ni imkoniyat bersa, katta ishlarga qodir bo'ladi shkola. Shuning uchun faqat oldinga katta supporter va ota-onalar. Ma'lum, raqam. Amirbek, endi Avstraliyada gaplashamiz. Avstraliya o'zi aytaylik-sanda imkoniyat bor edi. Xitoyda, Yevropada, Amerika, Angliya bor edi, lekin aynan Avstraliyada. Nimaga Avstraliyadagi aynan shu universitetda, nimaga aynan shu yo'nalishda? Bularda gapirishlar. O'zi bu tanlagan yo'nalishdan qiziq bo'lgan. Yo'nalishdan boshlasak,
man yoshlikda biznesmen bo'laman, biznesga qiziqaman, boshqa biznesda o'qiyman degan universitetda. Keyin bir kattaroq ustozim bilan gaplashib ko'rganda, sizlarda biznes bormi degan, katta kompaniyang bor, sen biznes o'qimoqchisan degan. Ya'ni biznes menejerlik o'qiydigan insonlar asosan biznesi bor, menejment tomonlama bilim oladi deganlar. Lekin agar senga o'zi $100,000 bersam, ishlab ko'rasanmi? Yo'q. Bu narsa manchi biznes o'qishing sal xato bo'ladi. Undan ko'ra finansda o'qigan, moliyani o'rgan. Chunki agar senga pul berilsa, uni to'g'ri ishlata olish, to'g'ri kompaniya qurish uchun moliya yordam beradi. Shuning uchun moliyani o'zim research qilib, keyin qiziqish boshlagan. Bundan keyin shu bilan zamonaviy rivojlanib texnologiya bo'lyapti narsa. Bundan keyin anaqa fintech sohasi, ya'ni financial technology sohasiga qiziqishim ortgan. Kapital bozor, aksiya, obligatsiya, masalan, bilamiz social mediada Meta'ni aksiyalari tushib ketdi yoki Tesla'ning aksiyalari ko'tarildi. Shunaqa narsalar qiziq bo'lgan. Bu narsa kelajakdagi maqsadimga juda katta ta'sir qilgan. Hozir sal bizda qiyinchilik tug'diradi, ya'ni odamda $10,000 pul bor deydi. Odam asosan yo mashina oladi yoki bankka qo'yadi, shunaqa narsalar asosan passiv daromad sifatida ko'riladi. Lekin mana shu kapital bozorga tikadigan bo'lsa, bu yanada oshadi. Va shu muammoni yechish uchun ham oldindan maqsad qilganman. Demak, men xudo xolasa moliya sohasini o'qib, ya'ni moliyaviy texnologiyalarni o'qib, O'zbekistonda mana shu fintech sohasini rivojlantirish qilgan dedim. Davlat universitetlarida ham research qilish orqali, ya'ni menda o'sha masalan Bristol dunyoda top 51, Birmingham 76, Glasgow 74, shunaqa top 100 talikdan acceptance tabi. Yoki Amerikada masalan Penn State'da ham bo'lgan top 100 talikda. Men aynan nimaga Sydney tanlashimdan sabab bo'lgan, bu birinchisi top ranking desam bo'ladi, soham bo'yicha overall. Masalan shu The University of New South Wales bu dunyoda biz o'sha moliya sohasida ham top 20 talikda. Overall top 20 talikda. Mana shu birinchisi o'tdi, masalan, Sevel, ya'ni soham bo'yicha yaratilgan imkoniyatlar dunyo bo'yicha top 1% biznes schoolga kiradi. Hammasida. Okey. Endi ikkinchisi location. Ya'ni anaqa nima deydi? Joylashuv. Chunki masalan men Bristolga borsam bilan $50 beradi. Masalan, u muammo emas, lekin u Angliyani moliyaviy markazi emas yoki Pensilvaniya, bu Amerikani moliyaviy markazi emas-da. Shu tomoni bor. Boryapmanmi faqat akademiklar emas, yo'q kompaniyada, yo'q imkoniyatda ham katta rol o'ynaydi. Shu uchun Sydney bilamiz, bu Avstraliyaning moliyaviy markazi, katta masalan Microsoft, Nasdaq, Apple'ning filiallari bor. Buni o'ralib yashaydi. Shu uchun Sydneyga boraman degan, shu location o'rtada. Uchinchi masala bo'lgan menda o'qish yili va grant. Masalan, universitetda 20% grant va 3 yillik bakalavr bo'lganda menda 4 yil emas yoki boshqa emas, 3 yillik bakalavr zo'r universitet. Mana shu 3 ta faktor, ya'ni rankingi, soham bo'yicha overall, ikkinchisi location, uchinchisi o'quv yili va menga ajratilgan grantni hisob olib Sydney tanlaganman. Shu overall universitet tanlashimga yo'l va imkoniyatlar jihatdan shu anaqa qo'ygan, reason bo'lgan tanlashim. Va. Finans bo'yicha endi masalan hozir endi Shanxaydan bordik. Faoliyat soat. Shanxay bilan ko'rib tanlash qiyin bo'lgansa kerak. Bu masala ham bor. Bu masalada manaqa bo'lgan, masalan, 50 topshiryapman endi. 50 uchun o'sha paytda 2024 edi. 2024 da bo'lgan, defer qilish sal ko'zim qiymagan, bilmaganman. Defer qilsam nima bo'ladi? U paytda Elliot xabar qilmasdi. Endi Shanxayga boshqa kamsan, lekin hozir ma'lumot uchun 2025-yilda masalan NY universitetining Shanxaydagi filiali, Abu Dabidagi yoki Duke universitetining Dukunshan, yoki Birmingham bor, Birmingham, Dubai, shunaqa kampuslar bor. Bir xil qabul qilyapti. Ya'ni ranking jihatdan ham ketaveradi bolalar. Shu uchun menimcha Sydney eng yaxshi variant bo'lgan menda. Topligi jihatdan ham o'qitilish imkoniyat, boshqa jihatdan. Chunki men bunaqa fikr bo'lgan menda, masalan, Shanxay bu baribir Xitoy. Ya'ni u yerdagi atmosfera ham, muhit ham endi anaqa nima Chinese bo'ladi. Xitoy tilida yo boshqa narsa. Lekin men o'zim nazar qilardim, ingliz environment bo'lsa, kompaniyalar yoki imkoniyatlar ham ingliz bo'lsa, menda o'zim confidence qilganman, o'zimning potensialimni 100% darajada ko'rsata olaman degan. Shu uchun Sydney universitetini joylashgan Sydney bilan davlat tanlaganman. Zo'r. Hamabek, katta rahmat. Juda foydali suhbat bo'ldi. Men o'zim ko'p ota-onalar bilan gaplashaman, yoki boshlar bilan gaplashaman. O'qishga kirmoqchiman, nima qilaylik? Endi bu narsa boshida
bitta odamga aytasan, ikkita odamga aytasan, keyin qarasak har doim bir xil gap aytayotgan bo'lib qoladi. San bilan bo'lgan suhbatimiz juda ajoyib bo'ldi. Endi men kimdir kelib so'rasa, bemalol bu videoni tashlab bera olaman. Qani universitetga kirish bo'yicha, dunyoqarashi bo'yicha. So'ng so'z o'rnida shu video ko'rayotgan yoshlarga, shu yaxshi to'qqiz yetak qilmoqchi bo'lgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Maslahatim hozirgi bolalarning orasida top trendda bo'lgan o'qish faqat ahamiyat kerak emas. Shu narsani eng muhim jihatini aytaman. Kiringlar bemalol Ivy League'ga kiringlar kerak bo'lsa. Ya'ni ba'zi bolalar bor, masalan, GPA olmoqchi bo'ladi, boshqasi boshqa universitetlarga ham kiringlar, masalan, UK da ham zo'r universitetlar boshqasi bor. Eng top priority zo'r, masalan, US bo'lsin, boshqa variantlardan ko'ra, ya'ni faqatgina Amerika bilan to'xtab qolmaylik. Sizlar potensiallaringiz UK da ham bir, shu Italiyada ham boshqa davlatlarda harakatni zo'r qilish kerak, akademik tomondan o'sha. LTT ta'lim, SAT Plus Plus, GPA, maktab program yuqori bo'lsin, harakat qilib, social tomonlama harakatni 8-9 sinfdan boshlash kerak. Yo 10-sinfda qilaman, IELTS olib bo'lay, SAT olib bo'lay, yo faqat SAT IELTS bilan ish bitmaydi bu o'qishma. Endi social tomonlarni ham birga olib borish kerak va bundan tashqari dunyoqarashni kengaytirish kerak. Kitob o'qish kerak yoki networking tomonlama yangi do'stlar ortish kerak. Chunki ba'zi o'rinlar bor, siz qilolmadingiz ishni do'st sizni hal qilib qo'yishi mumkin. Yoki team bo'lsa, loyihalar ham juda zo'r rol o'ynaydi bu narsa. Shuning uchun oldinroq boshlash kerak va aqlli qarorlar qilish kerak demoqchiman. Ya'ni akademikli emas, ikkala tomon ham baquvvat bo'lish kerak. Bundan tashqari Amerikaga ham topshirish kerak, boshqa UKdagi universitetlarga, el yurtimizga ham topshirib berib, bitta golden rule, use every opportunity you have. Bilib bilmaydi. Masalan, o'zimda o'rtoqlarim bo'lgan, IELTS ham yuqori, SAT ham yuqori, Amerikada boshqa davlatlarda 100% grantlar yuribdi. Shuning uchun el yurtimizda ekan yo boshqasi ekan deb sanqmasdan hamma opportunitydan foydalanish kerak. Italiya bo'ladi, Yevropa bo'ladimi, boshqa davlatda. Amerikani ham zo'r qilib topshirish kerak. Shuning uchun oldinroqdan boshlab harakatni maqsadni oliy qilib, faqat oldinga harakat qilsa, xudo xolasa, men o'ylayman, sal kechroq bo'lsa ham zo'r imkoniyat bo'ladi, zo'r joylarda o'qishga imkoniyat bo'ladi. Zo'r. Amroy, kattakon rahmat. O'qishlarga omad, nasib bo'lsa, kelasi yillarda Avstraliyada ta'tilga ham aytinglar. Birinchi yil experience qanaqa bo'ldi suhbatda birga o'tirishni nasib Sizga ham katta rahmat chaqirganlar uchun.